Voy toychon kim xafa qildi? Kim? Menmi? Ha, men xafa qilganim yo'q, men trenirovka qilyapman-da toychoq. Shunga xafa bo'ldingmi? Ha? Voy asalim ukam, unaqa qilma. Sen trenirovka qilishing kerak, men qorinlaringni yo'qotishing kerak. Ikkalamiz hali jahon chempionatlariga chiqishimiz kerak. Butun dunyoni zabt qilishimiz kerak sen bilan. To'g'rimi? Yo'qmi? Yo'qmi? Uxlaymizmi? Ha? Senga uxlash bo'lsa bo'ldi-da. Qilish kerak. Toychoq qara qorningni yo'qotishimiz kerak. Semirib ketgansan. Hali diyetaga o'tiramiz ikkalamiz. Ha? Chempion baquvvat bola bo'lasan, hamma havas qiladigan. Yo'qmi? Uxlaysan-a faqat. Uyqu bo'lsa bo'ldi, ovqat uyqu. To'g'rimi? To'g'rimi yo'qmi? Unaqa emas. Bugun qattiq tromka qilasan, tushundingmi? Hozir boshlan, tayyorlan. Qilasan tromka. Qilasan. Qilasan tromka. Qilasan dedim. Bo'ldi, mayli, yengil qilasan, xo'p? Bo'ldi, qilasan. Yig'lasang ham, dodda sen ham qilasan tromka. Keyin ikkalamiz oshga boramiz. Xo'pmi? Odilbek, menga qara. Xo'pmi? Xo'p deb qo'y toychon. Yaxshi tromka qilsang, zo'r narsalar olib beraman, o'yinchoqlar. Qilasan tromka. Qilasan dedim. Yig'lama bo'ldi. O'g'il bolasan-ku, ukajonim. Ko'pchilik Toshkent shahrida zaringiz bormi deb savol berishadi. Akalar, shu zalim Toshkent shahri Uchtepa 23-kvartalda joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. Dushanba, chorshanba, juma kunlari ishlaymiz. 6 dan 7:30 gacha kichkina gruppamiz, 8 dan 10 gacha katta gruppamiz. Hammanglarni kutib qolaman.